Yaxşımısızlar dostlar, men sizlarning oshpaz do'stinglar Marda Ustan bo'laman. Bugun men sizlarga qilish usuli nihoyat oddiy bo'lgan hamda qo'l tiqib ximir yug'olmay turibmi qiyig'ini bo'lgan gidotang, ya'ni muncha ximir eshak keldim. Oldi bilan ikki tuxumni ikki qachiga ayrim holda chiqib olamiz hamda 1 gram atrofida tuz silib, chilib tayyor qilib olamiz. Bir tal kichik chamg'uni ushshaq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qo'rimga o'zingiz yoqtiradigan savza, turub qatorlarni qassangizmi bo'laveradi. Ikki tal sho'sung tayyor qilib, uni ushshaq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qo'rimining texmi ranglik, texmi yeyishi chiqish uchun 200 gram atrofida palakni ushshaq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Bir tal pomidorni kutikni ilib o'tgandan keyin ekronni ko'ringandek ushshaq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qozonga oz miqdorda may qo'yib, chanab tayyor qilib olgan samsoqni solamiz. Keyindan sho'sungni solamiz. Sho'sung bilan samsoqning mezlik purg'i chiqqandan keyin oz miqdorda lapiy silib qo'yamiz. Lapizni 1-2 o'rib olgandan keyin ushshaq to'g'rab tayyor qilib olgan pomidorni silib qo'yamiz. Pomidorning shirnisi ravr chiqqandan keyin o'zimizdan tayyorlab olgan ximirga qarta qozonga muvofiq miqdorda suv quyamiz. Suv quygan vaqtimizda o'zimizning mo'lchiridan ko'proq qo'shimiz kerak. Chunki ximir qo'rimning suyini bek quyuldiradi. Quyib olgan suyimizga qarta muvofiq miqdorda tuz, jijin qatorliqlarni silib qo'rimni tanlantirib olamiz hamda 2 gram atrofida janyu quyib qo'rimga rang kirgizib olamiz. Qo'rimning suyi qaynag'icha ximirimizni tayyor qilib olaylik. 150 gram unga 2 gram atrofida tuz quyib, uni cho'ki bilan qo'chib aralashtirib olamiz. Boshda chilib tayyor qilib olgan tuxumni unning ustiga quyib qo'chimiz. Qo'chigan vaqtimizda qo'limiz chuqum chaqqan bo'lishi kerak, bo'lmasa ximir pomlashib oladi. Ximirimiz ekronni ko'ringandek mushundaq muncha holatga kelgan vaqtida qo'chishdan to'xtaymiz. Ximirimiz tayyor bo'lguncha qozonni qaynab qapti. Ximirimizni qozondagi sho'rpaga solamiz. Sap bo'lgandan keyin keyindala cho'ki bilan ilashtirib olamiz. Bo'lmasa ximir sho'rpaning ichida pomlashib oladi. Agar vaqtingiz yetarli bo'lsa, qo'rimning suyini tayyorlagan vaqtida koto silib va yoki sho'rpa qilib assangiz qo'rim texmi mazza chiqadi. Ishdan yerib kelgan vaqtida tez suratda tomoq qilsam bo'ldi degan vaqtingizda men qo'rg'a usulda qo'rsangizmi qo'rimi nihoyat mazza chiqadi. 2 minut atrofida qaynatib olgandan keyin chilib tayyorlab olgan yana bir chindik tuxumni silib qo'yamiz. Tuxum sho'rpida qaynab pishgandan keyin to'g'rab tayyor qilib olgan palakimizni solamiz. Palakni silib 2 minut atrofida qaynatib olgandan keyin chanab tayyor qilib olgan samsoqdan oz miqdorda hamda ochiq suvdan oz miqdorda silib qo'rimini tamlantiramiz. Yana 1 minut atrofida qaynatib olgandan keyin taxsiga usub iste'mol qilsak bo'ldi. Oilada qilishga qulaylik bo'lsa uchun oddiy usulni olib keldim. Agar qo'rim yarg'an bo'lsa, haqsiz yurikingizdan birini berib, meni qo'llab qo'ying hamda guanjo qilib qo'ying. Bundan keyin texim mazza qo'rimlarni huzuringizga sunaman.